Az pulini yetsangiz to'shak ketaman endi. $100, $150. Ben bize parasını kettin ketib qoldi. Hozir kerak emas shu narsa. Bo'ldi, Nargiza. Meni ham qishloqlarim istamidang. Nargiza bu bak ketaman. Siz to'xtab turing. Hani jinni. Просто voy Alima topdimmi? Olima nimaga boribdi? Toshkentga borib sochini bo'yatib ketdi. Kelib turib endi bo'yatmay ketsangiz kerak. Nima qilmasa bilmayman ish qilib. Однотонные фотоны ko'tarilgan tasvirlar. Hozir men qizilni chiqarib tashlab boshqasiga boraman. Bismillahirrohmanirrohim. Biz boshlaymiz. Dokument. Poslasini ko'rasiz. Ishtirokmi? Bitta qarab oling. Shunday. Ana. Qalay oldimi? Juda zo'r. Voyda kompyuter kollejdagi oldin ishlaganlar hammasiga salom. Olinglar va bilinglar. Juda go'zal, qo'lingiz dard ko'rmasin. O'ylagan maqsadlaringizga yeting, opa. Faqat Olima charchab qoldi. O'ylamagan ekan bunaqangi 6 soatlab. Bunaqa ko'p o'tiraman deb rostdan o'ylamagandim. Nayza o'sha videolaridagidek qiladi, qilib bo'ladi deb o'ylagan ekan, afsuski unday emas. Sevishdik 7 soat. Da. Shunaqa bo'ldi. Shunaqa go'zallikka keldik. Lekin hammani endi esladik. Ha, eslamagan odamimiz qolmadi. Maza qilib gaplashdik dilda. Maza qildik. Yashang, opa, rahmat. Har bosh yuvganda maska balzam ishlatishim shartmi? Itak sochim yog'li bo'lsa, yana 3 kunda bir yuv deysiz. Har kun yuvmasam bo'lmaydi. Albatta ishlatasiz, agar sochingiz sizga qadrli bo'lsa. Chunki boshingiz terisida ishlab chiqariladigan yog' imенно sizni sochingiz uchun muhim bo'lgan yog' va sizni sochingiz uchungina ishlab chiqariladi. Lekin siz u yog'ni uzunlikkacha yetib borishiga yo'l qo'ymaysiz. Yuvib tashlaysiz. Yuvganingizdan keyin uchlariga maska balzam qilishingiz shart va 3 kunda yuvishingiz kerak. Chunki undan tez yuvadigan bo'lsangiz, boshingiz terisini zararlab qo'yasiz. Bosh terimizda ishlab chiqariladigan yog' sochimiz uchun juda ham foydali yog', lekin u sochimizda uzunlikkacha tushib kelishiga yo'l qo'ymaymiz, baribir yuvib yuboramiz. Chunki bosh terisida bakteriyalar ko'payib ketadi, yana har bitta odamning o'ziga xos hidi ham bor, lekin shu holatda ham siz sochingizni 3 kun, 5 kun oraliqda yuvishga harakat qiling, ko'p yuvmang. Yuvganingizdan keyin обязательно soch uzunligiga yuvilmaydigan maskalar va balzam maskalardan albatta foydalaning.